Hammaga assalomu alaykum. Birinchi darsimizni boshlaymiz sizlar bilan. Task 1 IELTS writingga kirish qismi. Task 1 o'zi nima va qanaqa nimalar beriladi sizlarga, nimalar tushishi mumkin. O'shalarni bugun darsimizda ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda tanishib olsak, birinchi turi Task 1. Bu table turi. Qarasanglar, mana yerda table jadval berilgan va bu writing task 1da table turi deyiladi. Sizlar mana shu raqamlar, foizlarni aytib bersanglar bo'ldi. Ikkinchi turimizda process, bu yerda jarayonlar bor, ketma-ketlik jarayonlari bor. O'shani ketma-ketligini yozib berasizlar. Bu ham task 1 turi. Uchinchi task 1 turimizda bu pie chart. Pie chartda aylanalar bo'ladi, qismlarga bo'lingan bo'ladi. Shuning uchun pie chart deyiladi bu asosan. Foizlar bo'ladi bu yerda ham. Ili miqdor bo'ladi. O'shalarni yozib berishinglar kerak bo'ladi. Bar graph turimizda bu yoki bar chart deyiladi asosan. Bu yerda foizlar, yillar aytilgan. Yillar berilgan mana sizlarda 1960 dan 2000-yilgacha berilgan va mana shu miqdorlarni sizlar o'zgarishlarni aytib bersanglar bo'ldi. Bunisi qaysi tur edi? Mana shuni aytib o'rsanglar. Bu hozir ko'rganimizda bar chart. Rostda ismini yozmadim. Bu o'zingizlarga qolsin. Fruit production ekan bu. Fruit production deganda bu mevalarni ishlab chiqarish degan ma'noda keladi. Mevalarni ishlab chiqarish 1995 dan 2015-yilgacha ekan. Oranges, apples, olmalarni ishlab chiqarish million kilogramda ekan. Olmani ishlab chiqarish 1995 dan sariqaga qarasanglar 80 million kilogram bo'lgan ekan. Australiyada, bitta Avstraliyaning shtatida bo'lgan ekan. Sizlar mana shu boshlanadi, mana shu yerdan 80 million kilogram deb, undan keyin qanaqa o'sgan? Qanaqa o'zgargan? O'sganmi, tushganmi mana? Qarasanglar o'sgan. Undan keyin yana o'sgan. Amarosiga qarasanglar, tushgan. Amarosiga qarasanglar o'sgan. Mana shu o'sdi, tushdi deb bersanglar bo'ldi tasdiqlandi. To'rtta turida, faqatgina to'rtta turida. Proseslarda o'sdi, tushdi deya olmaysizlar. Maplarda o'sdi, tushdi deya olmaysizlar, faqat to'rtta turi bor. Bar graph, pie chart, mana pie chart, bar graph. Bu ham pie chart. Bu map. Map turida unaqa o'sdi, tushdi deb bera olmaysizlar. Mapda nima qilishinglar kerak? Mapda mana o'zgarishlar, joylar o'zgaradi. 1960-yilda qarasanglar, mana yerda shopping center bo'lgan ekan. Undan keyin shopping center buzilibdi. Cancer centerga yoki pharmacyga aylanib ketgan ekan. Hospital joyida turibdi 1980-yilda. Mana shu o'zgarishlardan mapda aytib berishinglar kerak. 2000-yilda mana shu qarasanglar shopping center umuman yo'qda, cancer kattalashgan. Nursing school olib tashlangan. Bu map turiga hali kelamiz. Hali bu boshlanishi unaqa vahimali, qo'rqinchli narsa emas. Hali kirish qismi bu. Processda faqat bu yerda mix turi, bu yerda natural bo'lsa, tabiiy process bo'lsa cycle. Undan keyin yana production of silk. Silk degani pak degani. O'sha pakni tayyorlanishini aytib ketyapti processda, jarayonda. Bu mix turi, bu oxirgi turi bu. Table, mana shu table tepadagi. Bunisi pie chart. Ikkalasi bitta bo'lib kelgan, mana shu mixed turi. Bu mixed turida unaqa qiyin jihati yo'q. Sizlar mana table'da o'zini yozishdi, pie chartda o'zini yozishdi, bar graphda o'zini yozishdi o'rganib olsanglar bo'ldi. Oxirgi turi bor edi, uni qo'shmabman, esimdan chiqib ketibdi. Buni sizlarga hozir qo'shib ko'rsataman. Google'da o'zidan ko'rsataman sizlarga. Line graph degan turi bor. Line graph. Bu yerda nimalar bo'ladi? Bu yerda chiziqlar, asosan chiziqlar. Money spent on books. Kitoblarga sarflanish puli ekan. Kitoblarga sarflangan pullar ekan. Germany, France, Italy, Australia. Liniyaga qaranglar, o'sganda ozroq tushganda yana o'sib ketgan. Mana shu yillarini aytishlar kerak. 1995 dan 1997-yilgacha Avstraliyada kitobga pul sarflanish o'sibdi. Undan keyin tushibdi. Undan keyin yana o'sib ketibdi.
Yillari ham kerak bo'ladi. Faqat bizda 2005-yil oxirgi yil, boshlanish nuqtasi 1995-yil. Mana shu ustda tushdi deb bersanglar bo'ladi. Endi sizlar bu ustda tushdini qayerdan olasizlar? Menda buni tablitsasi bor. Tablitsasini men sizlarga chiqarib bergan bo'lsam kerak. Agar chiqarmagan bo'lsam, eslatib yuborasizlar, chiqarib beraman. Hop, ko'ramiz, bu tablitsamiz qanaqa edi. Mana shu tablitsamizda bor. Ikkita tablitsa, bu yerda asosiy muhim ikkita tablitsa. Birinchisini ko'rsanglar. Birinchisida trend, bu o'sish. Va sirada strelka ko'rsatib qo'ygan o'sish. Mana verb, fe'l shakllari o'sishdi, fe'l shakli rise, increase. Increase to bilan aytibdi, rise to bilan aytibdi. Go up to yoki went up to bilan beryapti. Climb to, climb degani o'sha tirmashish. Increase degani bu ham o'sish. Rise degani o'sish. Sizlarga maslahat berardim, men shuni tarjimalarini chiqarib, tarjimasini emas, tablitsani chiqarib bergandan keyin bularning tarjimasini mustaqil ravishda topishinglarni maslahat berardim. Rise, o'sish misol uchun. Men og'zaki nutqda aytib ketaveraman, lekin sizlar buni tarjimasini mana yoniga yozib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Hop, tushishga bizda fall yoki decline yoki decrease yoki dip, drop, go down bular hammasini bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Lekin mana pastdagilarga ehtiyot bo'linglar. Pastdagilar sal boshqacha. Mana double, triple, boom bular ham sal boshqacha. Eng ko'p tarqalgan turi bu rise, increase, go up, climb, grow. Tushishdachi fall, decline, decrease. Qaus ichida sizlarda past shakli berilgan. Bu o'zgarmas qolish. Sizlarga misol uchun bitta chiziq berib yoki bitta miqdor berib 2020-yilda 50 bo'lib 2025-yilda ham 50 bo'lgan bo'lsa, bu mana shu o'zgarmas qolishini aytishinglar kerak. Sal tilim chaynalib qoldi. Hop. Bunda qanday ishlatasizlar? Remain deysizlar, unchanged. Maintain the same level deb yozsanglar bo'ladi. Yoki do not change. Men o'zi asosan ishlataman remain it constant, maintain the same level deb ishlataman. Yoki remain unchanged deb ketaman. O'zgarmas qolsa, odatda shunaqa deyman. Bu nima? Stood at yoki was desanglar nechadir miqdorda turganligini ifodalab berasizlar. Shunda turgan edi, shu raqamda, shu miqdorda turgan edi. Desanglar stood at, level of at, level out at, stabilize. Bularning ham tarjimasini ko'rib olinglar. Bu yaxshigina so'z. Agar sizlarda bir o'sib, bir tushib, yana bir o'sib, yana bir tushgan bo'lsa, fluctuated degan so'z bor yoki fluctuation. Bu o'sha o'sib tushib constant change qarasanglar, aytilgan constant change esa doimiy o'zgarishlar bo'lsa, bir o'sib, bir tushib, bir o'sib, bir tushgan bo'lsa, mana shu fluctuated deb ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun menda fluctuated hozir yo'q-da. Sizlarga ko'rsatib berardim fluctuate qanaqaligini. Hozir topamiz. Fluctuation ham topamiz hozir. Mana buni olsanglar bo'ladi. Mana qaranglar, mana shu o'sgan, tushgan, mana shunga fluctuation olsanglar bo'ladi. Yana qaysi bor fluctuationga? Mana uni ham olsanglar bo'ladi. Mana qoradagi nimani? Fluctuate bo'lganda bu ham. Hop, endi yana davom etamiz sizlar bilan. Bu birinchisi edi. Bu fe'l shakli, bunisi noun shakli. Noun shaklida yonida a rise, an increase, a growth, an upward trend, a fall, a decline, mana shu narsalar bor. Endi ikkinchi yonidagi tablitsa nima? Yonidagi tablitsa bu degree, qanday qilib o'zgarishlarini aytib beradi. Agar tushish, o'sish sezilarli bo'lsa, mana qarasanglar, mana tushgan, ozgina tushgan. Undan keyin sezilarli o'sib ketgan deyishinglar kerak-da. Ozroq tushgan desanglar, mana shu pastdagi small change, ozroq o'zgarish, slightly, small, minimal, average change. Average change bu sezilarli, ko'zga yaqqol ozroq ko'rinishi kerak baribir. Noticeable, market, moderate deb ishlatishinglar kerak. Extensive change sezilarli, mana bu extensive change misol uchun. 2002 dan 2003 gacha extensive o'zgaradi.
Hop, bu yerda substantial, considerable, significant, remarkable. Agar buni tarjimalarini bilmasanglar, tarjimalarini bir ko'rib chiqinglar. Very extensive change, dramatic. Dramatic deganda sezilarli. Juda ham yuqori bo'lishi kerak. Почти tekisroq bo'lishi kerak o'zgarish. Mana ma'noni olsanglar bo'ladi. Ma'noni dramatic olsanglar bo'ladi yoki significant olsanglar bo'ladi. Enormous, tremendous. Mana shu olsanglar bo'ladi. Pastdagi ham bor, speed. Speed deganda bu tezligi. Qanday tezlik, qanday tarzda tez o'sganligini aytib ketsalar bo'ladi. Rapid, quick, sharp, rapidly. Tarjimalarini ko'rib olinglar. Sizlarga maslahat beraman ustoz sifatida. Shuni ko'rib olinglar tarjimasini. Bitta aytgan quick change, slow change. Agar ozgina o'zgarish bo'lsa, slow, gradual, steady deb olsanglar bo'ladi. Unexpected change bo'lsa, sezilarli bo'lsa, sudden, unexpected, abrupt degan so'zlarni ishlatsanglar bo'ladi. Hop, endi bularni qanday qilib ulab berasizlar? Misol uchun verb bilan sizlar adverb ishlatishingiz kerak. Bitta verb tanlaylik, misol uchun rise olaylik, o'sishdan rise olaylik. Sizlar ikkinchi tabletsamizda adverbni olishingiz kerak. Adverb. Adjective tanlab qo'ymanglar. Adverb. Har doim bizda verb bilan adverb keladi. Misol uchun fe'l, ravish. O'sha ikkalasi birga keladi. Ravish o'zi fe'lni ifodalab keladi-da, o'shanda sizlar increase deysizlar. Increase, misol uchun qaysi? Dramatically ni olsanglar bo'ladi. Yoki substantial. Mana shu qatordagi hammasini olsanglar bo'ladi. Slightly ham olsanglar bo'ladi. Increase slightly nima degani? Increase slightly degani bu ozroq o'sgan. Increase bu o'sish, slightly ozroq. Biroz o'sdi, biror bir narsa biroz o'sdi desalar, increase slightly deb aytsalar bo'ladi. O'tgan zamon bo'lsa, increased deb aytishingiz kerak. Endi sizlarda yil beriladi-da, mana 1999 berilgani ozroq o'sgan. Mana shu slightly, ozroq o'sish, mana shu slightly deyiladi. 1990 dan 2000-yilgacha ko'zimizga mana ko'rinyapti ozroq, slightly. Increased slightly deysizlar o'sha paytda. Increased deyman chunki o'tgan zamon bo'lganligi uchun. Hop, yana aytsanglar bo'ladi, boshqasini olinglar, increase demanglar, rise olinglar. Rise deysizlar. Mana shu verb shaklidan bittasini olasizlar-da, o'sish yoki tushish farqi yo'q. Keyin adverbdan bittasini tanlab berasizlar, mana adverb shaklida. Men chizib berardim, bunda chizish iloji yo'q, rasmda bu. Mana adverb, meshkamga qarasanglar, adverb shaklida ko'rsatib turibman. Dramatically, enormously, slightly. Mana ham olsanglar bo'ladi. Rapidly, quickly, sharply, slowly. Mana shu olaylik. Rise slowly. Rise slowly bu nima degani? O'sdi bu ham. Rise degani o'sdi. O'tgan zamoni qanaqa bo'ladi bunda? O'tgan zamoni mana qavs tushida berilgan. Rose bilan berilgan. Rose slowly deysizlar o'sha paytda. Verb bilan sizlar adverb ishlatyapsizlar. Hozir mana shuni tushunib olsanglar bo'ldi menga. Mana shuni yaxshigina tushunib olinglar. İşte sizlar verb bilan adverb ishlatyapsizlar. Endi noun bilan sizlar adjective ishlatasizlar. Noun bor, bitta noun tanlaysizlar va undan keyin bitta adjective tanlaysizlar. Nounda sizlarda mana a, rise, an increase bor. Mana shu a dan keyin adjective da ishlatasizlar. Masalan, arise, mana ustiga yozib qo'ying. Bu verb shakli. Verb structure. Shuni belgilab qo'yapman. Mana shu joylariga e'tiborli bo'linglar. Mana shuni verb structure degani bitta ko'ramizmi? Tushishni ko'raylik. Decline da olaylik. Decline degani tushish. Biz nima qilardik? Mana verbni olyapmiz. Verbga adjectivemi, adverbmi? Mana shu joyga bitta ko'rib olaylik. Verbga biz adverb olamiz. Decline da olasizlarda considerably, significantly, ly qismini olishingiz kerak. Shu decline ni ham yozib beraman sizlarga. Decline net o'tgan zamonda olyapman. Decline it significantly. O'zidan o'zi sizlarda mana verb structure paydo bo'ldi. Endi noun structure-chi. Noun structure-da sizlar bitta noun olasizlar.
unga adjective qo'shiladi. Noun plus adjective. Verbda verb plus adverb. Shu joyga e'tiborli bo'linglar, chalg'imanglar. Hop, olamiz bitta arise va adjective bitta tanlab olamiz. Noticeable, slight. Ana arise degan oldim. An increase yoki ana an increase oldim. Slight olayım mana shu yerda. Slight. An increase, slight. Mana joyini olasizlar. Adjective. Slight qani bizda. Mana slight olyapman. Endi sizlar ulab bermoqchi bo'lsanglar buni slight bilan noun bilan adjective'da ulayotgan paytingizda sizlarda a slight increase bo'lishi kerak. A slight increase. Yoki a significant decline. Mana oldim. Declined significantly emas, a significant decline. O'shanda sizlarda mana adjective a decline ni ko'rasizlar. Mana bitta adjective olasizlarda a dan keyin mana shu adjective ni qo'yib berasizlar. Qanaqadir o'zgarish degan ma'noda keladi. Va hozir qanaqa o'zgarish bo'lyapti? As significant degani sezilarli decline tushish. Agar sezilarli tushish bo'lsa, mana sezilarli tushgani, mana shu joyini sizlar sezilarli tushish deb olsanglar bo'ladi. Mana shu joyga nisbatan as significant decrease yoki decline. Hop. Yana bitta ko'raylik, bo'ldi. Shu bilan sizlar bilan hozir tugatsanglar bo'ladi bemalol. Menimcha uyda ham bitta shug'ullansanglar, yozib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Hop. Nounga yana bitta ko'ramiz. Fall. Fall'da olaylik. Fallmi yoki rise'da olaylik. A considerable rise. Olasizlar, considerable sifatdan oldim. Considerable rise. Considerable degani sezilarli. A considerable rise esa sezilarli o'sish. Sizlarda o'sish bo'lsagina sizlar mana shuni ishlatasiz. A considerable rise. Mana shu joyga considerable rise deb ishlatsanglar bo'ladi. Bu noun turi. Tepadagisi verb edi. Agar tushunmagan bo'lsanglar, yana bir marta videoni ko'rib olinglar. Sizlarga maslahat beraman. Va uyda mana ikkalasini ulab berishga harakat qilinglar. Misol uchun verbga sizlar adverb olyapsizlar, nounga sizlar adjective ishlatyapsizlar. Mana shu joyi juda muhim. Mana shu joyi juda muhim. E'tiborli bo'linglar. Hammaga rahmat. Vaqtingizga rozi bo'linglar.